Bugün sizlarga 2021 yıl 1 ayının 2. günü hürmetlik vatandaş. Endi siz böyle analiz kılımız yok kurduk, körüp öttük. Minister Vangi'yi devlet siyasetini tapşırdı desek buludu vatandaş. Mesela 3 devlet münasebeti en mühimi. Amerika-Cungu münasebeti, Amerika-Avrupa münasebeti. Yok, Amerika-Cungu münasebeti, Cungu-Avrupa münasebeti, Cungu-Rusya münasebeti 3 noktada Vangi yüzden fikrini koyup öttü vatandaş. Bu 3 nokta hakikaten dünyanın vaziyetine tesir gösteren nokta. Yani dünyanı kontrol kılıp durduğun çoğun devletler münasebeti dairesindeki siyaset deseniz buludu. Vangi hazır Amerika-Cungu münasebeti açı yolu geldi. Şimdi şu fırsatı siz faydalanıp fırsat perestlik kıldınız mı, aldırdınız mı? Mesela Amerika'da yeni sayılanan prezident Joe Biden'ın devlet bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan efendi to'xtab dur dedi. Ki yani şunu to'xtab turdunuz, to'xtab turib yani aldırap tinepli oturdu 3 kişilik yığın içip mesela Merkel, Germaniyanın vaziri, anda Fransa'nın Avrupa İttifakı'nın başlıkları Reis Xi Jinping şeylen televizor yığını açıpla kelişimge imza koydu. Bugün gelgen haberlerde, mavzularda mesela ne mi dediği değilse Cungu Avrupa İttifakı münasebeti. Cungu Avrupa İttifakı soda meblağ seliş kelişimi serihtal bulup kaladı dedi. Endi onun jarayonini nima tahlil qildi buni bilmaymiz. Biz ular yetişemeymiz, hürmetlik vatandaş. Nimaga aldırdınız siz? Hazır meyada grup boy siyaset bilen şugullanmaymiz. Onun meylimiz yok dediniz. Hazırkı ştor betlerinde kelyapatkan fikir Avrupa İttifakı'nı kim yeniga tartış? Avrupa İttifakı kimning yenide turuş? Amerika Qo'shma Shtatlarının yenide turuş gerek mi? Ve yoki Junguga ketişi gerek mi? Yoki Jungu tarafda turuşi gerek mi? Mesela Amerika bilan Avrupa İttifakı o'tirisidagi munosabatda hozirgacha bizning bilishimizcha kimning ketişi ve kimning kelishi mavjud emas. Vangi efendi. Şendiniz mi? Avrupa, Amerika o'tirisidagi munosabatda kimning kelishi ve kimning ketişi mavjud emas. Lekin siz Vangi efendi küçep Avrupa İttifakı'nı yeningizga tartib, Avrupa İttifakı iqtisodiy jihatda yo'l qo'yib, degan talablarga ma'qul deb, asli siz bu yerda grup bo'ylik qilyapsiz. Yoki bir grup buni tayyorlab chiqib Amerika qarshi qo'ymoqchi bo'lyapsiz Vangi efendi. Bugün endi çatak nereden başlandı? Özünüz Amerika-Cungu münasebeti açı yolga kelip kaldı dediniz. Del muşundaq beyti Avrupa İttifakı bilen kelişim imzaladınız. Endilikte Avrupa İttifakı hazır kişilerge dünyaga bergen tesiri de Amerika'nın sözünü anlamadığı boldu. Mesela Jack Sullivan Biden hükümetinin devlet bexatarligi meselesi to'xtab tur dedi. Bunun keyinde gap buladı da. Avrupa İttifakı'nın düşünüdü bunu. To'xtab turdu nemiş kaldırıp gitti Avrupa İttifakı. Bunu uqmaymiz. Vangi efendi, mening demek boğunum muşu günde siz Amerika'da yeni sayılanan hükümetke nemi xirist, nemi şekillik, nemi karakterlik xirist ilan kılıp otsuz Vangi efendi. Doğu yokurdu sözlüğünüzde, ümidinizde sözlepsiz, kütüdüğün kütüyüşlerinizde sözlepsiz. Yani konu mukam, hemkarlık, Tan galbi qilish, o'qilish, bo'qilishni so'zlabsiz. Bu yangi yil qo'yga umidingizken hozir Amerikada saylandı hukumat almışıdigan mushundaq bir paytda Amerikaga yana nima xirist tayyorladingiz. Men boshda aytdim. Bu sizning sakrat kutishga u vaqtda qoldirib atgan vaziyatingizmi yoki rasm ishlarni o'rlab ketalamsiz oldimizdagi yillarda? Hazırki vaziyeti şunu alaylı, Cungu'nun içki kısmındaki vaziyet hazır kişiler yaman cimdit bulup görünüyordu da. Lekin yaş onda emez. Beijing yaşlar gezisideki ilanға haber karan, özünüzün matbuatı. Reis Xi Jinping'nin suretlerini kara ramkaga elip koydu degen gap, nemi degen gap? Bu bir xil vaziyet.
bu partiya, kompartiya ichidagi bir xil elishning yana bir xil natijasi. Yoki kutish va yoki shu jarayonga kirish. Vaziyat bu Jungoning o'zining vaziyati shu bo'ldi, Wang Yi apandi. Shunaqmi hozir Yevropa ittifoqi, Amerika bilan munosabat, anda Rossiya Federatsiyasi bilan bo'lgan munosabatingizda hozir ko'rib o'tdik, Rossiya munosabati deysiz. 8 turlik masala o'tirib qo'ydingiz. Wang Yi apandi. Ajoyib ulug'vorlik bilan tasvirladingiz Rossiya Jungo munosabatini. Rossiya Jungo munosabati haqiqatan shundaqla bo'ladigan bo'lsa, kishilar olqishlaydi. Lekin shart nima? Rossiya Jungo o'rtasidagi munosabat eng xalqliq masala Uyg'uriston masalasi. Siz buningda dojib ketolmaysiz. Siz buningda olqib ketolmaysiz. Galchi o'tirg'i chiqmagan bo'lsa-mu, hozirgi dunyodagi 5 cho'ng davlat Angliya, Amerika Qo'shma Shtatlar, Rossiya, Jungo ya Germaniyadagi bu 5 davlat o'tirg'i chiqib bu masalani, tarixdagi masalani ko'tarib chiqmaguncha bu masalani aylanib o'tib ketsiz, javobni bermaysiz, eg'izg'im olmaysiz. Lekin sizning harakatingiz va so'z iboratingizda ko'rinib turgan masala Uyg'uriston masalasi. Siz Ikkinchi dunyo urushidan keyingi g'albiy natijalarni mustahkamladik Rossiya Federatsiyasi. Jungo ikki davlat dedingiz. Nima natijalar? Ikkinchi dunyo urushidan keyingi g'albiy natija siz Rossiya o'tirishki natija nima? Nima natija? Uyg'uristonni qo'shib olish. Shundaqmi ya? Uyg'uristonni xalqaro yig'inlar orqali qo'shib olish, xalqaro kompress orqali qo'shib olish, xalqaro cho'ng davlatlarning yo'l qo'yishi, diplomatik yo'l qo'yishi orqali qo'shib olish. Siz mustahkamlaydigan g'albi mushi yana boshqa g'albi yo'q. Masalan, Rossiyaning Yiroq Sharq askari chiqarishi bu Amerikaga munosabatlik, siz bilan munosabati yo'q. Jungolik apandi. Mesela Rossiya urushdan keyin 1 million kishilik askar chiqadi Yaponiyani taslim qilish uchun. Bu to'g'ri siz to'xtam tuzgan emas Rossiya bilan. Ya kelishim imzolagan emas. Sizlar hech qanday aloqasi yo'q bu ishdan. Ikkinchi dunyo urushining Ulug' okeandagi g'albisining Jungo bilan hech qanday aloqasi yo'q. Ya Gomindan urush qilib kuchi yetmasa, ya Kompartiya urush qilib Yaponiya kuchi yetmasa, nima aloqasi bor siz bilan? Wang Yi apandi mustahkamlaydigan g'albi nima natija nima? Hech nima yo'q. Faqat bu yerda mustahkamlaydigan g'albi o'zingizdan degenicha Uyg'uristonni qo'shib berish. Qo'shib bermabdi-ku. Stalin shu vaqtda Uyg'uristonni sizga qo'shib bermabdi-ku. Rossiya shu chaqda Stalin nima? Uyg'uristonni sizga qo'shib bermabdi-ku. Biz o leksiyani so'zlab bo'ldik 12-oyning 25-kuni. Shundaqmi ya? Biz şuna Uygurlar bugün 21 milyon Uygur yer şarda özünün vatanida puttirab turayotgan meyli aktif pozisiya bilan bo'lsin, meyli passiv pozisiya bilan bo'lsin, Xitoy bilan elishayotgan 21 milyon millatga vakolatan biz so'zildik. 12-oyning 21-kuni Stalin va uning avlodi va'dangizda turing. Mao Zedong va uning avlodi va'dangizda turing. O'ttirdi imzolangan Rossiya Stalin bilan Mao Zedong o'ttirisi 1950-yil 2-oyning 13-14-kuni imzolangan maxfiy kelishim, alayda kelishim bo'yicha 3 millatning mustaqilligini berasiz. Ishki Mongoliya, Uyg'uriston, Tibet 3 millatning mustaqilligi mush to'xtam bo'yicha bir siz bejarisiz buni boshqa odam emas. Jungolik apandi siz Rossiya bilan birlashib bejarisiz. Siz Rossiya bilan birlashib jarayonlashtirasiz. Siz Rossiya bilan birlashib bu to'xtamni, bu kelishimni amaliylashtirasiz Wang Yi apandi. Şu vaqtlarda davlatlar o'tirishga munosabat bo'ladi. Bu yerda Rossiya bilan Jungo munosabati qo'yiqlashdi. Rossiya bilan Jungo munosabati Ikkinchi dunyo urushidan keyingi g'alaba natijalarini mustahkamladi. Rossiya bilan Jungo munosabati olg'a qarab mangdi. Zodi o'tqa kirisi erimaydigan oltindek tajribalarni, sinoqlarni bor. Hojatsiz sinoq oldingizda Uyg'uriston masalasi qanday muomala qilasiz. Bu amaliyotda Uyg'ur bilan sizning o'tiringizdagi Uyg'ur bilan Rossiya o'tirisidagi masala. Lekin Uyg'ur bizning hozir siyosiy kuchimiz yo'q. Ya bir yer tashkillab qo'ygan qurolli kuchimiz yo'q.
yoki bir guruh teşkilat bo'lib, bir siyaset vekili bo'lib, bir siyosiy masalani o'tirg'i ilib chiqaradigan kuchimiz yo'q. Xitoy hukumatı siz buni parchalab etdingiz, chet ellarda faoliyat qilayotgan Uyg'urlarni. Butunlay parchalab etdingiz, shuni qila oldingiz. Ham ba'zi davlatlarning qo'llashiga erishdingiz, parchalab etdingiz Uyg'urning siyosiy kuchini. Wang Yi efendi. Lekin biz şu aldı meyli ayrım bulaylı, meyli kollektiv bulaylı bugün koyuvatımız Uyg'uriston meselesi Rusya bilan jungi o'tirishida hal qilinishi kerak. Agar unda hal qilish xiyolingizda bo'lmasa va yoki cho'chish xarakterlik, endi kelib turish xarakterlik bir holatda bo'lmasangiz, biz leksiyani 12-oyning 25-kuni sezildik. Nemishqa tuyuqsizda 12-oyning 28-kuni Vladimir Putinga, prezident Vladimir Putinga telefon berdigan bo'lib qoldingiz Wang Yi efendi.